Bizda esa hamkasbimiz G'olibjon Haydarov tayyor turibdilar. Marhamat, efirdasiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Jonli efir orqali Mahalla telekanalida Mahalla tongi dasturini ayni daqiqalarda tomosha qilyapsiz. Biz doim ijodiy jamoamiz bilan har kuni sizlar uchun erta tongdan nimadir yangilik, qanaqadir manfaatli bo'lish uchun harakat qilamiz. Bugun ham ana shunday ziyo bir maskanlariga keldik. O'zi tarix bilan bugunni bog'lovchi maskan bu muzeylardir. Ayni daqiqalarda esa Abdulla Avloniy yodgorlik muzeyidamiz. Hozir bu yerdagi eksponatlarni birgalikda tomosha qilamiz, sayohat qilamiz. Bizga esa yaqindan yordam beradigan ana shu soha mutaxassisi shoir Abbosbek Mo'minov biz bilan suhbat qiladi va bizga yaqindan yordam beradi. Ayni daqiqalarda esa birgalikda jarayonlarni kuzatamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Omonmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Erta tongdan barcha bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimizga, barchasiga kunlaring xayrli o'tsin deymiz. Endi mana shu gapimiz boshida muzey haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, bo'ladi. Bu muzeyimiz jaridchiligimizning yirik namoyandalaridan biri, aynan bugungi ta'lim tizimimizning asoslarini qurgan insonlardan biri Abdulla Avloniyni xotirasini abadiylashtirish maqsadida tashkil qilingan. Shu muzeyimiz tarixiga ko'pchilik qiziqadi. Aynan qachon bu muzey tashkil qilingan, uning paydo bo'lishi qanday. Bu muzeyimiz aslida 1968-yilda tashkil etilgan. Aynan adibni yashagan uylarida tashkil qilingan va keyinchalik 1992-yilda mustaqillikka erishganimizdan so'ng mana bu institutga, ya'ni Malik Oshir instituti deyilardi, hozirgi Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti. Institutga Abdulla Avloniy nom beriladi. Va ana shundan so'ng Avloniyni uy muzeyi institutga ko'chirib keltirilgan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, agar muzeyni o'zi mana shu muzeyda buyuk bobomiz mutafakkir Abdulla Avloniyga tegishli bo'lgan asosiy birinchi nusxadagi nashrlari bormi? Hujjatlar. Albatta, bu yerda Abdulla Avloniyga tegishli bo'lgan hujjatlarni, kitoblar deymizmi, gazetalar deymizmi, o'z tomonidan chiqarilgan darsliklar hammasini asl holatdagi variantlari saqlanadi. Vitrinalarda ko'rishimiz mumkin, marhamat. Aynan birinchi vitrinamizda Abdulla Avloniyga tegishli hujjatlarning asl holatdagi variantlari. O'zini hattoki mana pasporti 1933-yilda berilgan pasporti, uning faoliyatidan darak beradigan. Abdulla Avloniy juda ko'p sohada faoliyat yuritganda, ko'pchilik uni faqatgina pedagog yoki ijodkor sifatida biladi. Lekin uni nima deydi? Faoliyati juda keng bo'lgan. Mana bu yerda o'zining professor unvoni berilgan vaqtda pedagog sohasida faoliyat yuritgani haqida ma'lumot beradigan hujjat bor. Mana bu yerda jurnalistik faoliyat Sadoyi Turkiston gazetasidan berilgan. Biroz avval menga aytdingiz, ko'p joylarda bu asl nusxalarini topish qiyin dedingiz, lekin bu muzeyda bor dedingiz. Shunday. Aynan jaridlarimiz to'g'risida bilimga ega bo'lgan insonlar juda yaxshi bilishadiki, 1937-38-yillarda ko'plab yurtimizning oydinlari qatag'onga uchragan vaqtda ularni shaxsiy buyumlari ham musodara qilib yuborilgan. Shuning uchun jaridlarimizni nima deydi? Ularni kitoblari, meroslari u qadar katta emas. Lekin Abdulla Avloniy 1934-yilda vafot etgan, ya'ni qatag'onga uchramagan. Shu sababli uning buyumlari oila a'zolari tomonidan shu kungacha saqlab kelingan va boy merosga ega. Tushunarli. O'zi bu yerda noyob eksponatlar, hujjatlar ko'p, lekin keling biz eng noyoblarni birgalikda ko'rsak. Albatta, mana hujjatlarni ko'rib chiqdik. Ikkinchi vitrinamizda aynan Abdulla Avloniyning qo'lyozmalari. O'ziga tomonidan yozilgan qo'lyozma she'rlari, kitoblari bor. Bu tomonda-chi? Bu yoqda esa Abdulla Avloniy tomonidan chiqarilgan gazetalar. O'sha vaqtda gazeta chiqarish juda ham bir mas'uliyatli va katta yutuq bo'lgan u davrda. Ijtimoiy tarmoqlar bugun qanday ahamiyatga ega? Aynan xuddi shunday ahamiyatga ega bo'lgan gazetalar. Bu qismda esa ko'rishimiz mumkin Avloniy tomonidan yozilgan ilk darsliklar, maktab darsliklari. Bugungi kundagi darsliklarimiz asoslari, aynan biz bilgan ikkinchi muallim deymizmi, o'sha adabiyot yoxud milliy she'rlar deymizmi va hokazo darsliklarning birinchi namunalari. Meni e'tiborim tortgan narsa mana shu stol bo'ldi. Birinchi bo'lib shunga e'tibor qildim. Bilamiz,
aynan yangi usul maktablar degan narsa bajetlarimiz tomonidan tashkil qilingan va u davrgacha bizda maktab tizimlarida parta stollarda o'tirilmagan. Yerlar o'tirilgan holda o'tirilgan. Jadidlarimiz birinchi bo'lib turib aynan partalarni olib kirishgan, sinfxonalarga olib kirishgan o'quvchilarni. Bu partalar o'sha davrda qo'yilgan birinchi yangi usul maktablarda foydalanilgan partalardan namuna. Aynan yuqorida mana suratlar ko'rishimiz mumkin. Suratlarda ham aynan o'sha partalardan namunalar berilgan bu yoqda. Jadidlarimizni yangilik sifatida ta'lim tizimiga olib kirgan instansiyalardan bittasi jihatlaridan hisoblanadi. Tushunarli. Men eng e'tiborimni tortgan narsa birinchi men bu yoqqa e'tibor qilyapman. Aynan hurmatli yurtdoshlar, bu yerda aynan buyuk bobomiz Abdulla Avloniy o'zlari ijod qilgan, o'zlari o'tirgan stollari ham bor ekanlar. Kelinglar birgalikda ko'rsak, mana shu haqida biroz ma'lumotlar aytsangiz. Bu yoqni shunday holatga keltirganmizki, Avloniyni ijodiy muhiti sezilib turadigan. Hamma narsa shundoq turibdi, Avloniy qayergadir chiqib ketgan-ku, hozir kelib yana ishini davom ettiradigandek holatda ruxsat berish uchun. Avloniyga o'ziga tegishli bo'lgan stullar, mashinkalar, kitoblar, kitob javonlari, umuman o'sha davrda o'zining ruhiyatini berish uchun qo'yilgan barcha buyumlar, hattoki o'zining kiyimlarigacha avlodlari tomonidan berilgan kiyimlari ham berilgan, qo'yilgan. Nima deydi? Bu ruhiyat bu yoqqa kelgan inson, har bitta insonda o'sha davrda Avloniyning ijod qilgan muhiti qanday bo'lganligini ularga aks ettirish uchun qilingan va mana bu installyatsiya ko'rib turibmiz. Bu teatrlarda qo'yiladigan dekoratsiya sifatida qilingan va bu installyatsiyani ham o'z-o'zidan ma'nosi bor. Ilk matbuotimiz shakllangan davrda chiqqan birinchi gazeta, jurnallarni nusxalari qo'yilgan bu yoqqa. Avloniy bilamiz, jurnalist ham bo'lgan. Shuning uchun uni matbuot sohasidagi faoliyatidan darak berish uchun bu yoqda installyatsiya qilib qo'yilgan. Demak bu birinchi o'zi nusxasi. Aynan o'sha birinchi chiqqan gazeta, jurnallar. Deylik mana Mushtum turibdi, birinchi soni 1926-yilda chiqqan Sadoyi Farg'ona, Sadoyi Turkiston, Oyna jurnallarini ilk nusxalaridan bu yoqqa dekoratsiya sifatida qo'yilgan nusxalar. Aynan mana shu yerda menga boya aytdingiz, oynaga qarasa nimadir bo'ladi dedingiz. Aynan bu yerni tomosha qilib bo'lgandan so'ng mana shu haqida ham biroz gapirsangiz. Bu yoqqa kelgan har bitta tashrif buyuruvchi albatta bu eksponatlarni tomosha qilib chiqqandan so'ng zamonaviylik muhit bilan tanishish uchun o'rtadan mana sun'iy intellekt asosida jadidlarimizning qiyofalari gavdalantirilgan. 4 ta jadidimiz: Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvar qori Abdurashidxonov hamda Is'hoqxon To'ra Ibrat domlani qiyofalari gavdalantirilgan va ularni tomosha qilib kelgan inson bularni aylanib ko'rgandan so'ng buni orqa tarafiga o'tadi. Ko'rishimiz mumkin. Marhamat, o'tamiz. O'z-o'zidan yo'nalish bo'yicha orqasiga keladi va bu yoqda oyna qoldirilgan. Quruq oyna. Oynaga qaragan inson yuqoriga yozilgan so'zlarga ko'zi tushadi. Albatta, zamonamiz jadidi. Zamonamiz jadidi. Ya'niki shunday jadidlarimizni tomosha qilib kelgandan so'ng, ularni merosidan xabardor bo'lgandan so'ng bu yoqda o'z aksini ko'rib turib, bugungi kunda jadidi sifatida o'zini his qilish, ularga avlod sifatida va unda ham bugungi kunda jadidi bo'lish imkoniyati borligini aytish uchun majoziy ma'noda qo'yilgan bu oyna. O'zi mana shu muzeyga yangi bir eksponat olib kelish uchun qanday bo'ladi o'zi? U sotib olinadimi yoki u eksponat sovg'a qilinadimi? Qanday yangi eksponatlar qo'shiladi muzeyga? Buni aynan muzey faoliyati bo'yicha turlari ko'p. Aynan aytganingizdek sotib olish yo'llari ham bor, sovg'a qilish usullari ham bor. Aynan qayerlardadir, kimlardadir qo'lida, deylik Abdulla Avloniyga tegishli bo'lgan yoki jadidchilik davriga oid bo'lgan materiallar, buyumlar bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha insonni o'zini xohishiga binoan balki sovg'a qilishlari mumkin yoki hujjatlar asosida rasmiylashtiriladi va muzeyga olib kelinadi. Tushunarli. Qadrli yurtdoshlar, ayni daqiqalarda biz ushbu muzey haqida ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Buning uchun esa Abbos aka, sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu ma'lumotlar uchun alohida tashakkur. Ayni daqiqalarda esa biz studiyaga qaytishimiz kerak, sabab studiyadagilar bizni kutishyapti. Ular ham chiroyli birgalikda suhbatlarni davom ettiradi.